IBRO 2025 bu respublika miqyosida tashkil etilgan yirik ilmiy intellektual olimpiada bo'lib, u iqtidorli yoshlarning bilim darajasi, mantiqiy fikrlash qobiliyati va muammolarni tezkor hal qilish salohiyatini sinovdan o'tkazishga xizmat qildi. Eng iqtidorli o'quvchilarni aniqlash va rag'batlantirishga qaratilgan bo'lib, ularning ilmiy salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun keng imkoniyatlar yaratdi. 2-8 sinflar o'quvchilari uchun olimpiada matematika fani yo'nalishida tashkil etildi. 9-11 sinflar o'rtasida esa musobaqalar matematika, fizika va informatika fanlari bo'yicha o'tkazildi. Bu orqali har bir yosh toifasidagi ishtirokchiga o'z bilimini amaliyotda sinash, bilimlarni chuqurlashtirish va intellektual salohiyatini namoyon etish imkoniyati yaratildi. IBRO 2025 umumiy statistik tahlil. Fanlar kesimida ro'yxatdan o'tganlar quyidagicha bo'ldi. Matematika 2-11 sinflar 192.379 nafar o'quvchi. Fizika 9-11 sinflar 15.778 nafar o'quvchi. Informatika 9-11 sinflar 19.573 nafar o'quvchi. Jami ro'yxatdan o'tganlar soni 227.730 nafarni tashkil qildi. Eng faol hududlar. Fanlar bo'yicha yuqori faollik ko'rsatgan eng yetakchi viloyatlar birinchi o'rinda Farg'ona viloyati 35.540 nafar, ikkinchi o'rinda Buxoro viloyati 30.672 nafar, uchinchi o'rin Toshkent viloyati 24.704 nafar, to'rtinchi o'rin Xorazm viloyati 22.621 nafar, 5-o'rin Samarqand viloyati 20.806 nafar. Namuna testlari natijalari umumiy tahlili. IBRO 2025 olimpiadasida tayyorgarlik doirasida birinchilardan bo'lib respublika miqyosida onlayn tarzda barcha sinf o'quvchilari uchun qulay va teng imkoniyatlar yaratish maqsadida sinov testlari ishlab chiqildi va taqdim etildi. Umumiy statistik ko'rsatkichlar 204.005 martadan ortiq sinov testlari bajarilgan. Respublika bo'yicha barcha sinflar kesimida o'rtacha 48% to'g'ri javob berilgan. Platforma tomonidan sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning xatolariga asoslangan holda 1.230.000 dan ortiq mavzu uyga vazifa tarzida taqdim etildi. Har bir o'quvchining individual ehtiyojiga qarab, aynan u noto'g'ri javob bergan yoki zaif o'zlashtirgan mavzular asosida shakllantirildi. 108.000 dan ortiq sun'iy intellekt tavsiyasi esa o'quvchilar tomonidan bajarib ko'rilgan. Ularning shaxsiylashtirilgan o'quv jarayoniga bo'lgan ishtiyoqini, platformaning foydalanuvchiga moslashuvchanligini va samaradorligini ko'rsatadi. Sinflar kesimida o'quvchilarning test yechish samaradorligi. Respublika bo'yicha o'tkazilgan sinovlar natijasiga ko'ra, o'quvchilarning o'rtacha to'g'ri javoblari sinflar bo'yicha sezilarli farq qildi. Eng yuqori natija 3-sinf o'quvchilarida qayd etildi. 70.2% to'g'ri javob bilan. Eng past ko'rsatkich esa 9-sinfda kuzatildi. Atigi 23.9%. IBRO natijalari tahlili, viloyatlar reytingi 3-5-8-sinflar misolida. Toshkent shahri barcha sinflarda yetakchilik qilmoqda. Bu o'quv muhitining kuchli ekanligidan darak. Jizzax, Sirdaryo, Surxondaryo kabi kichikroq viloyatlar ham yuqori o'rinda. Bu ularning individual yondashuv va tayyorgarlik sifatini ko'rsatadi. Aksincha, Farg'ona va Xorazmda sinflar ortgan sari natijalar keskin tushgan. Gender tahlili. Har bir sinf kesimida o'g'il bolalar yuqori natija ko'rsatgan. Ammo Sirdaryo viloyatining 11-sinf qizlari o'g'il bolalardan 12 ball yuqori natijani qayd etgan. Bu gender tengligi yo'lidagi muhim signal bo'lib, qizlar orasida ham yuqori iqtidor egalari borligini ko'rsatadi. Testbor.uz platformasi umumiy natijalar va tahlil. Platforma faoliyati davomida o'quvchilar tomonidan 25 milliondan ortiq savolga javob berilgan. Sun'iy intellekt yordamida 5.700.000 dan ortiq shaxsiylashtirilgan mavzu tavsiya etilgan. 500.000 ga yaqin vazifa o'quvchilar tomonidan bajarib ko'rilgan. Yosh toifalari bo'yicha o'zlashtirish darajasi. O'quvchilarning yoshi oshgan sayin o'zlashtirish darajasida qanday o'zgarish kuzatilganini quyidagi raqamlar aniq ifodalaydi. 9 yosh 85% to'g'ri javob, 11 yosh 76% to'g'ri javob, 13 yosh 72% to'g'ri javob, 16 yosh
62% to'g'ri javob. Viloyatlar kesimida yetakchilar Toshkent shahri, Sirdaryo viloyati va Surxondaryo viloyati barcha yosh toifalarda yuqori o'rinlarni egallagan. Ibro 2025 bu shunchaki g'oliblarni aniqlash emas, balki 200 mingdan ortiq o'quvchi uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. Minglab ustozlarga tahliliy nazorat va yondashuv imkonini berdi. Butun ta'lim tizimi uchun esa aniq va asosli tavsiyalar ishlab chiqildi. Raqamlar yolg'on gapirmaydi. O'zbekiston yoshlari ilmga chanqoq. Onlayn raqamli baholash samarali va shaffof. Sun'iy intellekt ta'limda yangi davrni boshlab berdi va bizda kelajakni o'zgartiruvchi iqtidorlar bor. Ibro 2025 bu yakun emas, yangilanish va taraqqiyotning boshlanishi. Men G'ofirova Shodjona Andijon viloyatidan Ibro 2025-yil Olimpiadasida informatika va axborot texnologiyalari yo'nalishi bo'yicha ishtirok etish uchun Turin universitetiga keldim. Umid qilamanki, bu safargi natijam ham yaxshi chiqadi. Hammaga salom, meni ismim O'roqov Elbek va men bugun Ibro 2025 finalida ishtirok etdim. Fizika fanidan 80% dan ko'proq ball oldim. Assalomu alaykum hammaga. Men Feruzaman. Men Samarqand shahridan keldim. Bugun tezkorda final bo'lyapti. Fizika fanidan qatnashdim. Taassurotlar juda ham zo'r. Menga hammasi yoqdi. Assalomu alaykum. Mening ismim Tevon Malik va men hozir fizika fanidan respublika bosqichida qatnashyapman. Tezkor o'z platformasini tavsiya qilaman. Avvalambor assalomu alaykum. Men Otabayeva Ayxon, Xorazm viloyatidan tashrif buyurdim. Tezkorda yaxshi natija ko'rsatganim uchun final bosqichiga yetib keldim. Tezkordan har kuni testlar yechib turaman. O'zim tengi yoshlarga ham test ishlashlarini tavsiya qilaman. Avvalambor assalomu alaykum. Men Surxondaryo viloyati Qiziq tumanidan kelganman. 3 ta o'quvchim mana Tezkor olimpiadasida final bosqichiga chiqdi. Ko'p ota-onalarga va o'qituvchilarga tavsiya etaman mana shu tezkorlarda ishtirok etishni. O'quvchilarga bu rosa ham foyda berdi. Farg'onadan kelganmiz biz. Xudo xolasa respublika bosqichiga bolalarimiz iqtidorli talabalar sifatida chiqishdi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bu test sinovlari bolalarimizga juda ham yordam berdi. Shu qatorda bilimlarini oshirishga, malakalarini oshirishga juda katta yordam berdi. Assalomu alaykum. Men o'g'lim Qosimov Shuhrat bilan Buxoro viloyatidan kelganmiz. O'g'lim ikkita bosqichdan ham yaxshi o'tdi. Bundan juda ham xursandman.